Uch avlod uchrashuvi tadbirning bu safargisi avvalgilardan mutlaqo boshqacha tarzda o'tdi desak xato bo'lmaydi. Hunarmandlarning qo'l mehnati yordamida tayyorlagan yog'och o'ymakorlik ishlari ko'rgazmasi bilan birga kitob yarmarkasi ham bo'lib o'tdi. Unda Ikkinchi jahon urushi davriga oid adabiyotlar mushtariylarga namoyish etildi. Shundan so'ng ma'rifiy badiiy kecha boshlandi. Iste'dodli yoshlarning sahnadagi chiqishlari tadbirni ochib berdi. So'ngra faxriy nuroniylar so'zga chiqib, bugungi tinch kunlarni qadriga yetish, vatanimiz ozodligi yo'lida zahmatli mehnat qilib jasorat ko'rsatgan insonlarni xotirlash, e'zozlash barchamizning burchimiz ekanligini aytishdi. Veteran jangchi faxriy va nogironlar birlashmasi tomonidan shu kuni tuman hokimiga fidoyi vatanparvar ko'krak nishoni topshirildi. O'zbekiston Ikkinchi jahon urushi davrida degan kitobning 3-qismini taqdimotini o'tkazmoqchimiz. Bizni shu bugungi tadbirga taklif qilganligidan juda ham xursandmiz, chunki yoshlarimiz ushbu tadbirdan vatanparvarlik ruhida tarbiyalanish, vatanga bo'lgan muhabbati, sevgisi, sadoqati yana ham oshadi. Shu bilan birga biz o'zimizdan kitoblarimizdan targ'ib qilib, kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shamiz.